Yana ishmi, ey? Usta bu, yana ishmi deysiz? O'zi 4 kun dam olib, bugun keldik ishga. Yo'q. 4 kun dam oldik, yana 2 kun dam olsak nima qilibdi? Bitta qorcha yog'madi-da, nima dedingiz? Yaxshi bo'laydi lekin. Bitta yomg'irchami yoqsaydi, bir damchani olsaydi. Vaqt o'tishi ham yomon qiyin bo'lib ketdi-da, ey. Qancha oylik tusharki-da? Usta bu, hali 29 kun bor oylik olsangiz. 29 kun? 29 kun ekan-ku, bir kun ishlammiz-ku, qatiyadi. Pul kerak-da. Pul kerak. Usta bu, bugun ishimiz zo'r bo'ldi. Abetchani qilamiz, mazza. Kim bu yerga basen qurdi mana bu? Ha? Usta bu basen emas-ku. Nimadi bu? Ha bu lifterni-ku. Usta bu, abet bo'ldi, ishni boshlamaymiz, ma'lumotlar to'qish kerak. Abetga nima ovqat o'zi? O, sharkingdek palov. Ishlar qotib ketdi-ku, bir restoranda bir tandir-pandir kelmaydimi, ey? Nima edi? Tandir yo'q lekin. Svet o'chmadim. Yo'q, svet bor. Shu 2 soatgina svet o'chib tursaydi.